Zafarobod tumanida yana bir ezgu va quvonchli tadbir bo'lib o'tdi. Tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli yuqumli kasalliklar bo'limi to'liq ta'mirlanib, tantanali ravishda foydalanishga topshirildi. Mazkur tadbirda tuman hokimi G'ayratjon Eshpo'latov, tuman prokurori Husniddin Bektemirov, tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Elyor Ahmedov, mahalla nuroniylari hamda tuman tibbiyot birlashmasi xodimlari ishtirok etdilar. Tadbir davomida so'zga chiqqan tuman hokimi G'ayratjon Eshpo'latov barchani yangi maskanning ochilishi bilan samimiy tabriklab, tibbiyot sohasida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari aholi salomatligini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidladi. Ta'mirlash ishlari davomida binolarning ichki va tashqi qismlari zamonaviy ko'rinishga keltirildi. Bo'limning isitish tizimi to'liq yangilanib, energiya tejamkor zamonaviy geliokollektorlar o'rnatildi. Shuningdek, palatalar va davolash xonalari yangi tibbiyot hamda maishiy jihozlar bilan ta'minlanib, bemorlar uchun barcha qulay shart-sharoitlar yaratildi. Mazkur bo'limning foydalanishga topshirilishi tuman aholisi uchun sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish imkoniyatini yanada kengaytirib, sog'liqni saqlash tizimida olib borilayotgan islohotlarning amaliy natijasi bo'ldi.